Bu keksa ayol hozirgi kunda Saudiya Arabistonida hayot kechirmoqda. Uning ikki buyragi ishdan chiqib xastalangan ayol edi. Bu ayolning itoatkor, mehribon farzandlari unga bokira qizning ikki buyragini sotib olishdi. Bu qiz faqir, kambag'al bo'lib, pulga ehtiyoji bor edi va buyraklarini sotishga majbur bo'ldi. Bokira qiz ertalabki operatsiyaga tayyorgarlik qilinishi uchun kechqurun kasalxonaga olib kelindi va ayol bilan bir palataga joylashtirildi. Qiz bomdod namozigacha Allohga ko'z yoshi bilan ibodat qilib duo qilib chiqdi. Keksa ayol uyg'onib qarasa, tepasida yoshgina bokira qiz yig'lab duo qilayotganini ko'rdi va "Nega yig'layapsan qizim?" deb so'radi. Qiz "Muhtojligimdan jismimdagi buyraklarimni sotayotganimga achinib yig'layapman" deb javob berdi. Bu mehribon onaxon o'g'illaridan biriga telefon qilib tezda yetib kelishini aytdi. Itoatkor farzand yetib keldi. Onaxon o'g'liga "Bu qizga va'dalashgan pulni berdingizlarmi?" dedi. O'g'li "Yo'q onajon, operatsiyadan so'ng berishlikka kelishgan edik" deb javob berdi. Onaxon "Pulini hozir berasan" dedi. O'g'li esa "Oyjon, operatsiyadan keyin berishlikka kelishgandik-ku" dedi. Ona "Hozir bermasang rozi emasman" dedi. O'g'li aka-ukalariga telefon qilib pulni olib kelishlarini aytdi. 30 ming riyol olib kelindi va "Marhamat qizim, oling" deb qizga berdi. Shunda onaxon "Qizim, bu pulni olib uyingga bor va ehtiyojingga ishlatgin" dedi. Mahzunlik ko'z yoshlari shu ondan boshlab xursandchilik ko'z yoshlariga aylandi. Mehribon ona o'g'liga "Yur o'g'lim, ketamiz. Doktor aytganidek, har 2 kunda buyrakni yuvdirib turamiz" dedi. Keksa ayol buyragini yuvdirish uchun bir kun keldi. So'ngra 2 kundan keyin yana keldi. Shu vaqtda ikkala buyragi ishlayotgani haqida xursandchilik xabari berildi. Bu ayol hozirgi vaqtda sog'-salomat hayot kechirmoqda. Kim zarra misqolchalik yaxshilik qilsa, o'shani ko'radi.